Viloyatdan uzoq yo'l bosib charchab keldim. Aha. Sergeli moshin bozorida ham ko'rdim. Indexni ham ko'rdim. Hamma taraf bo'lib to'rashga Gentra kovul yotibdi. To'ppa to'g'ri. Sizni ko'ryapman, o'zi polni marka ekan. 15 ta marka bor aka, to'g'ri joyga kelgansiz. Men hozirgi bitta yoqadigan gapni aytaman. O'shalar $1000 bilan Gentra berayotgan bo'lsa, men sizga undan arzoniga inomarka qilib beraman. Tanlab olasiz aka, 10 ta inomarka bor. Zo'r, bo'ldi, bitta tanishtiring. Ko'rsataman. Bitta yoqsa qaysi birini baraka qilib ketasiz? Selts aka yoqadimi? Baland mashina $700 bilan qilib beraman, viloyat nomeri bilan aka. Men buni $600 bilan chiqarib beraman. Nomerlar arzonlashyapti. Gayga alohida to'lash kerak emas. Nomeri ham ichida bo'ladi. Men 2,5 ming bilan yengichasi, men $1000 bilan, men buni $1900 bilan qilib beraman. Elantira tozasi. Men bu sotildi aka, baraka qildim. Surxondaryoga ham qatqadir aka. Men buni $700 bilan, bu ham $700 bilan qilib beraman aka. Bularni oylik to'lovini qayerdan bilsam bo'ladi? Aka, profilimizning shapkasida Telegram silkasi bor, kiradi. Har bitta mashinamizda U3, 4, 5 yilga qanchadan chiqishini to'liq holatda joylashtirib qo'yganmiz mana aka. Qanchadan chiqishi bor. Podpiska bosib, like bosib, maksimal tarqatish kerak bu videoni. Qaysi biri yoqdi? Barakami? Bo'ldi, baraka, kabesh. Sog' bo'ling.